Azizlar, hozirgi paytda yaxshilik qilishga ham ehtiyot bo'ling. Sababi shunaqangi hozir firibgarlar kuchayib ketyapti. Avvalo telefonda telegramingizga bir narsa keladi, bunday bossangiz sizga kirib olib kartangizdan pul yechadi. U hech narsa bo'lmay qoldi. Hozir sun'iy intellekt, ya'ni искусственный intellektni yaxshi tomoni ham ko'p, lekin yomon tomoni undan ham ko'payib ketyapti. Hamma narsani sun'iy intellekt asta-sekin boshqarishga tushadi. 4-5 yildan keyin toza ham. Lekin bundan firibgarlar, o'sha hakkerlar, ular juda ham kuchli foydalanyapti. Ayniqsa mana shu торговый sentrlarda, bir yaxshi joylarda yaxshi kiyingan, normal kiyingan, yoshi bizlar qatori, bizlardan kattaroq odamlar yaxshi galstuklarda, boshqa boradagi shunday ko'ratda, bolam iltimos, men yordam bering, men telefonimga bir narsaga tushunmayapman, meni salgina skachat qilib bering, mana prilojeniyani qo'yib bering, sal tushunmayapman, tushunmaymizda u bu deysiz. Keyin ular deb aytadi. Keyin siz unga yordam bermoqchi bo'lasiz, o'zingiz bilmagan